Assalamu alaikum qarindoshlar. Bugun yana leksiya munosabati bilan sizlar bilan yuz ko'rishdik. Bugungi leksiyamizni odatdagidek o'zimizning shior bilan boshlaymiz. Ya'ni Sharq Turkiston mustaqilligiga bo'lgan orzuyimiz insonlik sharafimizning kapolatidir. Bu to'g'riliq oldingi sonlarimiz to'xtalganligimiz uchun yana davomli ta'kidlamaymiz. Bugungi leksiyamizning temasi mustaqilligimizga qanday yetimiz. Sharq Turkistonning mustaqilligi hammamizning orzusi, g'oyasi bo'lsa-mu, ammo mustaqillikqa qanday yetimiz? Bu to'g'riliq biz qanday konkret qadam bosqichlarni ola olamiz? Bizning qo'limizdan keladigan qanday ishlar bor? Bu haqda nurg'un qarindoshlarimizda aniq bir tushuncha bo'lmaganlikdan bir qayma qo'sh va mustaqillikni bir g'uvollashtirib o'tish, uni hamma odam deydiganligini yetkilolmaydigan bir narsaga aylantirib o'tgandek bir amaliy konkret qadam bosqich plan va bir logikalik nazariyalarni o'tirib qo'ygan va uni tushungan odamlarimiz oz bo'lishi mumkin. Shunlashqa biz bu haqda o'zimizning ko'z qarashlarini sizlar bilan o'rtoqlashishni xohladik. Hem de mustaqillik muayyan bir coğrafiyalik ziminde bir milletin siyasi hakimiyetini tiklash jarayoni bo'lganlikdan bu ameli real bir narsa bu. Bu qandaqdir g'oya bilan og'zimizdan devaganlik bilan, xap devaganlik bilan va yoki ichimizni bo'shtirgan g'azablik so'zlarni og'zimizdan chiqarish bilan amalga oshib qoladigan ish emas. Bu real dunyoda, qattiq dunyoda amalga oshganlikdan buni dunyodagi masalalarga o'xshash logikaga tushirib turib analiz qilish to'g'ri keladi. Biz bu yerda boshqa hech qanday qiyinchilik to'g'riliq so'zlamaymiz. Oldingi sonlarimiz deyilgandek, qandaqli mustaqillik yetimiz zodi, buning qanchalik qiyin bo'lishidan qat'iy nazar, cho'qim buning yetimiz deb qaror bergan ekanmiz. Unda bo'lsa bu qarorni belgilashdan burun biz har bir bosadigan qadam bosqichlarimiz ustida xalqaro bir siyosiy qaror va yoki shirkatlarning mablag' selish qarori va yoki davlatlarning tashqi munosabat qarori qatorli masalalarda o'rtaq qo'llanilgan bir necha analiz uslublari bor ekan. Ya'ni raqobat analizi, SWOT analizi deb qo'yamiz, ortiqchilik, ojizlik, fursat va tahdid analizi, andın kej analizi, yani medeniyet ve başka. Andın pestin analiz, yani siyaset, iktisat, texnika, kanuni cihetten ve başka diyendek. Andın basqışlık analiz. Keyingi sonlarimizda imkoniyat bo'lsa, her bir analizda ayrım bizning mustaqilligimizga munosabatli qilib turib bir leksiya berish planimiz bor. Hozir temini o'ziga kelsak, mustaqilligimizni qanday qilamiz degan masalani biz o'zimizning imkoniyatining yetishicha bir logika uygun şekilde sizlarga sharhlab berishga tirishamiz. Biz oldingi sonlarimizda izchil deb kelayotganimizga o'xshash mustaqillik bizning, ya'ni Sharq Turkistonning mustaqilligi Xitoydagi siyosiy o'zgarish, fursat tutarligidek tayyorligimiz va dunyoviy kuchlarni qo'llashdan iborat mush 3 shart bir vaqt yuz bergan ahvol ostida ondan amalga oshirdi deyishdik. Buningdan Xitoydagi siyosiy o'zgarish biz bilan jiq munosabatsiz. Bu vaqt kelgan chog'da bo'ladi, ham buni bo'ladiganiga hammamizning ko'z yetib turibdi, butkul dunyomi deyotdi bu gapni, Xitoylarning o'zimi deyotdi. Oldin qatim bir qarindoshimiz Voy Shi Jinping qochib ketdi deb bir chaqchaqni boshladi to'rda. Nurg'un odamlar voy rasunda o'tdim deb nayt qo'shib ketgan bo'ldi, ammo shu o'zimizdan so'ramadik. Agar haqiqatan Xitoyda bir siyosiy o'zgarish bo'lib, kompartiya taxtdan qulab, Xitoyda bir yangi hokimiyat barliq kelib, o'zining asosini tikilgich bo'lgan bir siyosiy va qavm shakllangan bu fursatda bizning tayyorligimiz bormi o'shaningga? Biz davomli Afrikaning xabarini o'qganda xabarni o'qib qo'yib, bo'pti bilan o'tkazib yetimizmi yoki ashundan qarshi bir tadbir ola olamizmi? Biz nima qila olamiz? Bu işlemde biz bilan munosabatsiz tabiiy holda bo'lishi mumkin. Bu hammamizning ko'ziga ko'rinib turayotgan bir ish. Dunyoviy kuchlarni qo'llash masalasimi biz hammamiz oldin qadimlik saylar deb turayotganimizdek, Xitoyning dunyoda birinchi o'rinli davlat o'rman deb Amerika bilan o'rin talashishi va Amerikaning Xitoydan ansirab o'zining dunyodagi rahbarlik o'rnini saqlab qolish uchun Xitoyni cho'qim parchalab etish kerakligini his qilishi bilan bu dunyoviy kuchlarni qo'llash barliq keladi deb qardik. Amdiki gap mayli dunyoviy kuchlarni qo'llashi va Xitoy siyosiy o'zgarish bo'lgan taqdirdami bizning hozirgi ahvolimizning fursat tutarligidek tayyorligimiz bormi? Va yoki tashkilotlarimizning kelgusida Xitoyda shunday bir siyosiy o'zgarish bo'lgan, xalqaro Xitoyni parchalab etaylik bir tayyorlik bitgan bir ahvol ostida bizning tashkilotlarimizning bunga tayyorligi bormi? Moslashadigan imkoniyati, kuchi bormi? Şunu biz de hazır başka meselelerni demey turib, qanday bo'lgan chog'da biz fursat tutalaydigan tayyorlikni barliq keltiramiz degan temani asos qilib turib to'xtaldi. Fursat tutarlıqda tayyorligimiz deganda bizning nazarimizda
kuchlik intizomchan bir vatanparvarlar qo'shini, ya'ni kuchli bir intizomchan vatanparvarlar kollektivining bo'lishi va Xitoyga qarshi kuchlarni qo'llash ostida biz ba'zi bir xizmatlarni ep ma'rifsak, onundan keyin bu fursat tutarliq tayyorlikni bejigan bo'lamiz deb qaraymiz. Ya'ni kuchlik bir intizomchan vatanparvarlar qo'shini deganda kuchlik siyosiy kapitalga ega, aktiv fidokorlar qo'shiniga ega va kuchlik ichki mexanizmga ega. To'g'ri siyosiy aloqa qura oladigan xalqaro kuchlar bilan to'g'ri siyosiy tashabbus bilan o'tirg'a chiqqan kuchlik bir ommaviy asosga ega. Bundaq bir qo'shin bo'lish kerak deb qardik. Endi bu yerda to'g'ri siyosiy aloqa va to'g'ri siyosiy tashabbus intayin muhim. Biz qurmoqchi bo'lgan davlat oldingi sonlarimiz ta'kidlab o'tganga o'xshash mush dunyoning kelgusi sistemasiga uyg'un, ya'ni Amerika barpo qilmoqchi bo'layotgan, Yevropa barpo qilmoqchi bo'layotgan, hozirgi dunyoning kelgusidagi qimmat qarshiga uyg'un bo'lgan bir coğrafiyalik zaminning egilik huquqini qo'llash bilan birlikda shu zamindagi kishilarningki imkon bor hayot bexatarligiga va ularning tinchligiga kafolat qilgan va hozirgi dunyoning va kelgusining umumiy siyosiy mexanizmga uyg'un bo'lgan bir xil davlat shaklini ko'z tutamiz. Shu bu xil siyosiy tashabbusning bo'lishi, ya'ni bizning xuddi BDTga a'zo boshqa davlatlarga o'xshash davlat qurish irodamizning bor ekanligini har bir odam tunishi, uning sirtli binasini istamaydiganligimiz, bizning orzuyimizning qanot qo'yirg'ini qirqib reallikda qurg'ili bo'ladigan bir davlat shakliga akilishimizda nihoyat muhim qarindoshlar. Yeni deb o'tsak, bizning mustaqilligimiz bu yerda deb o'tgandek Xitoydagi siyosiy o'zgarish, Xitoyning demokratiya ehtiyoji, Xitoyning dunyo hujumlash plani, mana bu 3 qizil rangda bo'yalgan bu narsalar, bu hech qaysi bizning kuchimizning doirasidagi biz ta'sir ko'rsatadigan narsalar emas. Umuman Xitoyning dunyo hujumlash plani bo'lgan ekan, tashqi dunyoninki Xitoyning demokratiya ehtiyojini qo'zg'ab turib, Xitoy bir siyosiy o'zgarishni yasashga urinishi, hatto Xitoy xalqining o'zining mushunaq bir siyosiy o'zgarishga bir ehtiyoj tug'ilayotganligi bu bir haqiqat bo'lib qoldi. Endi dal mushundaq bir fursatda bizning mushu fursatni tuta oladigan bir tayyorligimizni biz bu yerda deb aytganda kuchlik intizomchan vatanparvarlar qo'shini, aktiv fidokorlar, kuchlik bir siyosiy kapital, kuchlik bir ichki mexanizmga ega bir kollektiv, to'g'ri siyosiy aloqa qura oladigan bir tashkiliy sistema va to'g'ri davlatchilik ideyasining o'z ichimizdagi ommaviy asosi. Bu birsini ham bos bo'lmaydigan muhim shartlar deb qardik. Bizningcha bu xizmatlarni o'zini chiqargan birdan bir o'rin yangi siyosiy partiya. Bir millatning siyosiy partiyasining bo'lmasligi nihoyat ichinarliq bir ish. Garchi kechikkan bo'lsin bizning bavoldi. Endi gap qanday qilib bu siyosiy partiya o'zining qadam bosqichlarini tamomlab bizni mustaqillik yetaklaydi va yoki mustaqillik olib bora oladi. Amaliyotda siyosiy partiyaga uyushish, siyosiy partiyani taraqqiy qildirish jarayoni bizning raqobat jarayonimiz va bu jarayonda biz o'zimizni tavlaymiz, yo'q qarindoshlar. Shunga bu bir real ish bo'lgandan keyin bu siyosiy partiya hamon lozim bizga, kelgusi davlatimiz qurilgandan lozim bo'ldi. Devletimiz kuruluşdan burun bizning sürgün hükümetimizni rivojlantirish va yoki ishlarimizni tartibga solish o'xshamagan kuchlarni o'xshash bir parlamentdagi bir birlik kelgan supuq akilishdimi, biz chuqur partiya shakliga kelgan xalqni aqimizga olgan umumiy bir ommaviy safarbarlikka ega bo'lgan bir sistemni borliq keltirmasak, 5 odam, 6 odam va yoki 20-30 odamlik guruhlarimiz bilan biz kelgusidagi hech qanday bir tahdidni bartaraf qila olmaymiz. Biz bu jarayonda ikki omilni so'zlaymiz hozir. Ya'ni bizga ta'sir ko'rsatgan, biz qila oladigan ichki omil va bizning mustaqilligimizga ta'sir ko'rsatgan sirtqi omil bor. Bayotda deb o'tgandek, dunyoviy kuchlarning Xitoyni parchalash irodasi bu sirtqi omillarning ichidagi birinchisi. Undan keyin qolib qolsa, bularning kuchli siyosiy kapital selish irodasiga kelishimi bu bak muhim. Yolg'iz o davlatlarning irodasi bo'lib qolsa ham bo'lmaydi. Bu irodaning kaynida cho'qim ularning bu irodasi qancha baldır o shuncha yaxshi bir kuchli siyosiy kapitalga aylanib, o selinma shakliga kelishi kerak bo'ladi. Endi Xitoy hokimiyatining irodasi, ya'ni Xitoy hokimiyati o'zining hokimiyat yurgizishga ko'z yetmagan va yoki yangidan barliq keladigan kompartiyaning izini bostirgan Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonga bo'lgan mustamlikachilik irodasini tavritish qatorliq masalalar bu bir sirtqi omil. Undan keyin va boshqa xalqaro siyosiy muhitlar, ya'ni qo'shni davlatlarning va yoki shu chaqdagi biz faraz qilolmaydigan boshqa muhitlar bo'lishi mumkin. Ammo buning munosabatsiz holda mayli shu sirtqi omillar tayyor bo'lsin, bo'lmasin, biz chuqum qilishga tegishli bo'lgan ichki omillar va ya'ni ko'pchilik xalqning tavranmas davlat qurish irodasi. Biz Kosovoda, Bosniyada va boshqa davlatlarda ko'ryapmiz. Kosovo qanday mustaqil bo'ldi desak, bir lig'iz gapga yig'inchaqlasak, ko'pchilik xalqning tavranmas davlat qurish irodasi bilan mustaqil bo'ldi. Agar ularning davlat qurish irodasi mustahkam bo'lmagan bo'lsa, balki ular bir Serbiyaning avtonom rayonida yashab bo'lg'aydi. Ammo ular o'zining davlatining mustaqilligini qo'lga keltirdi. Bu jarayonda ularning davlat qurish irodasi, aslo voz kechmas irodasi nihoyat halqiliq rol o'ynadi.
Dünyanın qimmat qarashiga uyg'un bo'lgan davlatchilik ideyasining ommaviy asosi. Biz Kosovoningki xalqaro sudga tushgan vaqtdagi ba'zi bu bayonnomalarni ko'rdik. Hatto Germaniyaning tashqi ishlar ministri Kosovoni oqlab, Kosovoning bayrog'iga qaramamsizlar, ularning bayrog'ining rangi Yevropa ittifoqining bayrog'ining rangiga o'xshaydi. Ular Yevropaning o'rtaq qimmat qarashini e'tirof qilgan bir davlatga aylandi. Bu dunyoning va Yevropaning siyosiy kelgusida aktiv bir amel deganligini ko'rdikda. Demak, dunyoning qimmat qarashiga uyg'un bo'lgan, mush yer sharida mavjud bo'lgan davlatlarga o'xshash bir davlatchilik ideyasining ommaviy asosini turg'izish bizning mustaqillik kurishimizning xalqaro kuchlarning qo'llashiga erishishdagi eng muhim oldingi shartlarning biri. Bu to'g'riliq hammalarning ko'z qarashining birdek bo'lishini umid qilamiz. Oldingi sonlarimizda so'zlab o'tdik. Kuchlik ommaviy asosi va rahbarlik sistemasi, mexanizm bo'lgan bir sistemli kollektivni barliqqa keltirish, ondan mush kollektivning bir planliq qadam bosqichlik harakat olib berishi biz qilmasak bo'lmaydigan, biz qiladigan ichki omillarning biri. Unda bo'lsa bu ichki omilni biz qanday tamomlaymiz? Gerçi bu ichki omil bilan sirtqi omil bir-birini ilgi suradigan nihoyat muhim omil bo'lsa-mu, navodi bizning ichki omilimiz, ya'ni xalqning davlat qurish irodasi, davlatchilik ideyasining ommaviy asosi, kuchlik rahbarlik mexanizmi bo'lgan ommaviy asosi bo'lgan bir sistemli kollektiv va planli qadam bosqich va harakat bo'lmasa, kuchlar Xitoyni parchalaydigan taqdirdami, bizning o hatto avtonomiyani og'dakmi bir ahvolimiz bo'lishini atayin bo'lib qoladi kelgusida. Şuna biz özümüzü takım qattiq talab qo'yishimiz, bulupmu tashkilotlar, bulupmu vatanparvarlar özümüzni so'rashimiz kerak. Men nima ish qildim mustaqillik uchun? Mening hayotimda hozir musbat yo'limni davomlashtirsam, 1 yilda, 5 yilda va yoki 10 yilda vatanning mustaqilligiga yetamanmi? Va yoki Xitoyda ashunday tasodifiy bir fursat tug'ilsa, o fursatga men qanday yuzlandirman? Chuqur kelgusi dizurgan har bir ehtimolga qarshi o'zimiz planni o'tirib qo'yishimiz farazga asosan va A, B agar bunday bo'lib qolsa, bunday qilaman, bunday bo'lib qolsa, bunday bo'lib qolaman deydigan bir logik analizni o'tirib qo'yish kerak deb qarayman. Ammo bu har qanday logik analizning oldingi sharti bizning mustaqilligimizni chiqish qilgan bo'lish kerak. Ancha-muncha korxona boshqarish bilan shug'ullangan qarindoshlar balkim yaxshi bilsizlar, bu nishon boshqarish usuli deydigan bir gap bor. Odatda MOB deydigan inglizcha. Bu nişan başlıq usulda avval izlenişini oturduğumuz, yani nişanlı nutqıgan halda siyasi analiz kuralları arqılıq münasibetlik uçur ve imkaniyetler üstüde reallıqını çıkış qıp durup izlenimiz. Bu bek muhim qarindoshlar. Çünkü biz devletine reallık kurumuz. Real tuprak kurumuz. Şunda başka biz kurduğun devlet ve devlet kuruşunun qadam basqıçları muş dünyanın logikalik qonuniyatlarga, siyasi qonuniyatlarga bizden burun devlet kurgan devletlerinin qadam basqıçlarına uygun bir xil şekilde mağdu bu. Bizning o'ylig'imizdek, bizning xalqimizdek bo'lmaydi. Chunki bizning kuchimiz dunyoning umumiy siyosiy sistemasi qatorli narsani biz nazarga ilishimiz kerak har qachon. Shuningdek, bek chiroyli anglandi deblam, tajribaxonaga loyiq odamlarning chiqargan hukmi bilan o'zimizning siyosiy kelgusiga qaror chiqarib qo'ysak, xatolashib qolamiz qarindoshlar. Şunu oturup koygan her bir eğiz söz, her bir plan ve ideyanın baskıçları ve akıbetini oylashimiz kerak. Bulup mu teşkilatның mesulleri her bir kararga mesuliyet bilen muamele kılışı. Ağızdan gap çıkıp atkanda uruş bilen alımız. Vay bizden başkalar yaşası bulmaydı o toprakta diyen vakitte biz işini emelge aşıralayacak imkaniyetimizin bayoklığı, bizden tayarlığımızın bayoklığı katarlık nurgun meselelerini köz tutup aldı deydigan, akıdı deydigan, demeydigan, yuşurun tutulgan, aşkar tutulgan bir neçikli siyasetlerimiz, bir neçikli stratejilerimiz buluş gerek. Şuna bu nişan başqaruş sistemimizde izleniş arqılıq bütün nərsini mölçərləb, nişanның yetmişsek bulmaydigan, bizge en kerek kıldıgan yerini ep qılıp, 40'ıdaki yeri olsa 40'ıp, qanç addilaştırı alasak, şunç addi yetkili bulduğun bir yerge ekep onu, vazgeçkili bulmaydiganlam yerini ep qılıp, xudda hayatlık oqşaş bir yerini ep qılıp, muşu can boz, jahan aş boz, qazan degen oqşaş, mustaqillik bolsa, qağanış onundan kim buludur degen oqşaş, meyli ilim-fen, meyli iqtisat, meyli başqa milletimizin taraqqiyatiga münasibetlik, milli kimligini saqlashga münasibetlik, her qandaq bir xizmatning mustaqilligimizning kaynidan keladigan xizmat ekanligini tunib yetsak, andın bunu tunup yetiş bilen billa qadamga o'tish, harakat qilish jarayonida bir mas'uliyat tuyg'usi bilan muomala qilsak, har bir o'tirib qo'ygan fikrimizga, andan keyin bizda konkret bir plan bo'lsa, ya'ni reallikda ijro qilib bo'ladigan, bu bek muhim. Ya'ni reallikda ijro qilib bo'ladigan qisqa, uzoq va o'tir mezgillik planlarimizning bo'lishi, andan bu planga qarta izchil, astoydil ruh bilan pidakar bir siyasi pozitsiya bilan hayotimizni tikib turib harakat etadigan bir holat shakllansa, undan keyin biz nishonimizga yeta olishimiz mumkin. Endi bu yerda bir pidakar siyasi pozitsiya deb qoldik. Siyasi pozitsiya degan nima desa, odatda ko'pincha biz kichikkin bir shaxsiyat u bu narsa tufayli birisi bilan gap qilishmaydigan, birisining kichikkin bir kamchiligi yoki ko'nglimizni og'ritishi bilan uni tashlab o'tib dushman qatoriga chiqarib o'tirgan bir ishlarni Uyg'ur jamiyatida ko'p uchratdik. Bu siyosiy saposizlik qarindoshlar.
Navadı biz mümimizдің 99%, hatta ki 99,9% kısmıga vatanның mustaqil olan arzunu kaçırsak, kep kalan 0,1% kısmını toşqıça gazap nefret kaplap ketken tağdırdı o bizning kişilik münasibetimizge, hayatımızga, başkalarla münasibetimizge tesir etkizmeydi. Buna koğanda biz mundaq aytganda özümüz en yaxşı görmeydigan, biz yaqtırmaydigan adamlar bilen vatanımızın mustaqillik yolda birlikte küreş kıla alaymiz. Şuna bizning yaqtırış yaqtırmasligimiz o nechinchi mesele. Ama vatanның mustaqilligiga foydali bo'ladigan har qanday bir narsa uchun biz o'zimizning barliq shaxsiyatiga munosabatli narsani qirq o'taydigan bir siyosiy pozitsiyaga bo'lmasak, xap qo'yadigan pozitsiyani Xitoydan boshqa hech qanday bir kuch qaratmagan chog'da andan bir yetarli siyosiy pozitsiyaga ega bo'lgan bo'lamiz. Kimler bizning do'stimiz, biz oldingi sonlarimiz davomli takrorlayapmiz. Har qanday odam, mayli millati, mayli nim bo'lishidan qat'iy nazar Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'llagan odam bizning do'stimiz. Har qanday odam, mayli kim bo'lishidan qat'iy nazar Sharq Turkistonning mustaqilligiga qarshi bo'lsa, yoki Sharq Turkistonning mustaqilligiga qarshi bo'ladigan og'izda mustaqillik deb qo'yib amaliyot qilayotgan ishi uning zid bo'lsa, u bizning dushmanimiz. Hamda hayotimizni tikib turib harakat etimiz deganimizda biz oldingi mustaqilligimizga logikalik nazar degan programmamizda to'xtalamiz. Shunga hozir keyingi bosqichga o'tamiz. Navbatdagi jiddiy qadam bosqich bizning nazarimizda mustaqillik nishonining sistemasini tug'ish. Boya deb o'tgandek, xalqning davlatchilik ideyasini aktivlashtirish. Davlatning muhimligi, mustaqillikning muhimligi mush masalaning oldida boshqa masalalarni hozir talash qilishning arzimaydiganligi bilan birlikda mustaqil biz qanday davlat quramiz kelgusida? Bu devletimiz qandaq etimiz, bu mustaqil devletimiz qandaqroq bir devlet bo'ladi. Bu narsa har birimizning qalbida qanchaki ro'shanlashsa, menimcha bu bizning aktivligimiz shuncha foydali bo'lishi mumkin. Chunki qorong'u yugagil olmaydi. Bizning nishonimiz qalbimizga qancha aydin bo'lgan chog'da biz shuncha boturan harakat ko'taramiz. Ondan jiddiy qadam bosqichimiz ikkinchi qadam bosqich bizcha muntazam va safoliq bir siyosiy qo'shin yetildirib xizmat liniyasi barpo qilish. Nurg'un tashkilotlarimizni ko'ramiz, yetarli bir xizmat liniyasi barpo bo'lgan emas. Bir necha odam harakat qilganda ko'rindi, ammo bir necha odamning harakati bilan vatanning mustaqilligini qo'lga olg'ili, hattoki mustaqil vatanni bergan taqdirdimi, uni bir qabul qilg'dak imkoniyat, sharoit, kuch, sistema, bir ko'lam u bizda bo'lishi kerak-ku qarindoshlar. Hem joylarda yadrolik a'zolar kollektivini va kuchli yetakchi kollektivning bir funksiyasini barpo qilish bu navbatdagi jiddiy qadam bosqichlarimizning biri. Hamda bu yadrolik a'zo kollektivi va kuchli bir yetakchi kollektivning funksiyasini barpo qilish uchun bu yerda zarur bir siyosiy kapital barliq keltirish, bir amaliy kuchga aylanish to'g'ri keladi. Ya'ni biz shu kuchli yetakchi kollektivni barliq keltirib, bir siyosiy kapital qo'limiz bo'lgan vaqtda ondan amaliy kuchga aylangan bo'lamiz. Undaq bo'lsa, bu nishonlarimizni qanday amalga oshiramiz? Buningda Sharq Turkiston Cumhuriyet Partiyasi o'zining navbatdagi qadam bosqichlari haqida bunday bir vazifani o'zining ko'z oldida olib berayotgan vazifa. Ya'ni birinchi tashkillanish. Ommaviy asosimizni kengaytirib, ko'lam barpo qilish. Bizning kuchga aylanish jarayonimiz va kelgusiga yetish usulimiz. Endi shu to'g'riliq yana so'zligim kelib qoldi. Oldingi qatim G'ulom Osmon akamiz bir leksiyada Uyg'urlar ish qilishning usuli deb Sharq Turkistonliklar ish qilishning usuli shu yolg'iz ish qilish kerak, kollektiv yoqmaydi Uyg'urlik degandek bir gapni qildi. Endi bu muayyan bir nishonni qalbiga bitmagan, o'zining ko'z qarashini ifoda berish uchun yashayotgan yozuvchi, shoir, faylasuf va yoki rohib va yoki qo'soq ko'pigida nimbos bo'snab o'tirib chiqqan bir qisos og'uvchiga bo'ladi bu gap, yolg'iz harakat qilish. Ammo davlatni yolg'iz qurg'il bo'lmaydi qarindoshlar. Davlat qurish irodasi kelgan ekanmiz, birlashishga muhtoj, tashkillanishga muhtoj. Butkul dunyo tarixidan, reallikdan buni ko'rib olasizlar. Har qanday bir aql egisi bizning tashkillanmay turib davlat qura olmaydiganligimizni turib yetish kerak. Şuna biz deyimiz tashkillanish yolg'iz harakat qilishdan ustun turdi. Tashkillanmay turib davlat qurg'il bo'lmaydi. Şuna biz ishimizki ittifoqlashish, birlikka kelish har qachon yolg'izlikdan ustun. Ondan ikkinchi biz a'zolarimizning ichida qirallik siyosiy o'rganish orqali vazifa va mas'uliyat uchun kadrlar qo'shin tarbiyalayapmiz hozir. O'rganishimiz boshlangan uzun bo'lib qoldi. Ba'zi rayonlarda kuchli kadrlar qo'shinimiz yadrolik a'zolar sistemi barliq keldi deb qardik. Biz bağlı buladigan real bir nuqta uchun tayyorlik qilayotganimiz uchun biz qilayotgan ish real ish bo'lish kerak. Yolg'iz og'zimizda gapimiz bor, ammo konkret qadam bosqichlik planimiz yo'q. Joylarda bizning kadrlar qo'shinimiz va xizmatlarimiz yo'q ahvolida biz kelgusidagi bir mustaqil vatan uchun tayyorlangan bo'lib hisoblanmaymiz. Biz deyotgan har bir gapning reallikda tayyorligi bo'lish kerak qarindoshlar. Ondan sistemlashish, ya'ni biz tashkillandik, tarbiyalandik. Undan keyin dunyodagi har qaysi davlatlarni
vatanning har qaysi rayonlariga qiyos qilib turib, kuchli yadroliq a'zolar va bir yetakchi kollektivning funksiyasini barliqqa keltirish. Ya'ni men doim bunda o'yladim. Masalan, Turkiyani bundaq deyiləm, dərgiz bu gapimdan xato tushunish bo'lmasin. Masalan, muayyan bir davlatni xotin deb faraz qilsak, masalan, Fransiyani Qashqar deb faraz qilsak va yoki Belgiyani Urumchi deb va yoki Sanji deb va yoki Turpan deb faraz qilsak deyli va yoki Norvegiyani Altay deb va yoki G'uljini Amerikada faraz qilsak deyli. Mush joy-joylardagi har qaysi vatanimizning rayonlaridagi odamlar o'zining vakillarini saylab chiqib turib bir o'rtaq suhbat yarata oladigan bir narsa barliqqa keltirish uchun bizda bir o'rtaq siyosiy tashabbus, o'rtaq bir siyosiy tashkiliy sistem bo'lishi kerak. Buning uchun shunga ba'zi qarindoshlarimizdan voy avval cho'nglar birlik qilinglar, undan keyin biz kelamiz deganni ko'ramiz. Qarindoshlar 4 barmoqni bir yerga kelishning usuli oldingi sharti alqon bo'lishi kerak-ku. Biz eng cho'ng kuchga aylangan vaqtda birlik tabiiy holda amalga oshadi. Shu mavjud kuchlarning birlik kelishini saqlab o'ltirsak, bizning umrimiz yor bermaydi. Biz eng zo'r kuchni o'zimiz barliqqa keltirgan vaqtimizda boshqa kuchlarning biz bilan ittifoqlashishga tabiiy holda ehtiyoji tug'iladi. Hattoki bizning ularga ehtiyojimiz qolmaydigan kunlar bo'ladi. Shunga har bir tashkilot dunyodagi eng cho'ng tashkilotga aylanish uchun kurash qilish kerak deb qarayman. Mush jarayonda balkim biz o'zimizning raqobat iqtidorini namoyon qilishimiz mumkin. Men bu to'g'riliq oldingi qitimlik hissiyada Sharq Turkiston uchun kurash qilgan tashkilotlar qanday bo'lishi kerak deb tafsili to'xtaldik. Shunga buni inchiklab kirmaymiz. Sistemlashish tamam bo'lgandan keyin, ya'ni joy-joylarda kuchli yadroliq a'zolar va yetakchi kollektivning funksiyasini barpo bo'lgandan keyin biz siyosiy va iqtisodiy aylanma kapital yarata olamiz. Ya'ni siyosiy kapital deganda bizning shaklimiz, g'oyamiz, irodamiz, bizning rahbarlik sistemimiz, bizning irodamiz va bizning intizomchanligimiz qatorliq bu mavhum narsalar bizning siyosiy kapitalimiz bo'lgan bo'lsa, iqtisodiy aylanma kapital buni sizlar demasam bilsizlar, bizning bir kuchli yetakchi kollektiv funksiyasini joriy qildirish uchun butun kunlik ishlaydigan bir turkum kadrlar qo'shishga ehtiyojimiz bo'ladi. Bu narsani bizning odam sonimizning ko'payishi, partiyadagi a'zolarimizning jasorat qatorliq masalalar orqali hal qilib ketamiz. Endi aylanma kapital barliq keltirish orqali mukammal bir vazifalisi bo'lgan, uzoq qish davomlashadigan bir ichki mexanizm orqali harakatga o'tish bu vatanning kelgusi siyosiy mustaqillik uchun biz chuqur bosmasak bo'lmaydigan bir qadam. Navbatda Sharq Turkiston Cumhuriyet Partiyasi bu qadamlarning ustida ketyapti. Qarindoshlar, qolgan tafsilotlar haqida yana boshqa leksiyalarimiz to'xtalsak, bugungi leksiyamiz mushagich bo'lsin. Bu yerda bizning tor bitimizning adresi va YouTube adresini qo'yib qo'ydik. Qarindoshlar bundan mushtar bo'lib, usullardan vaqtida xabardor bo'lsanlar bo'ldi. Rahmat.